Assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz. Mana ko'p mashinalarimiz kelyapti, ketyapti, bosh to'lov o'rgan, qilib beryapmiz, bosh to'lov sizlarga ham qilib beryapmiz, 1 million 2 millionga ham chiqarib beryapmiz mashinalarni. Mana mashinalarimiz ko'p sotildi, yana mashinalarimiz qolgan. Mana yana bir bor tanishtirib o'taman. 2019 ga 20 mana avtomat korobka Gentramiz mana bor. Luki bor, hamma narsasi bor, chopka svetda. Keyingi mashinamiz mana 2020 ga 20 mana Cobaltimiz bor. Avtomat korobka, metan, hamma narsasi bor. Narxi 130 million so'm pul qilib beramiz. Keyingi mashinamiz mana Gentramiz bor. Mana narxini 135 million qilib beramiz. 22-yil ishlab chiqarilgan. 15 million so'm pulga chiqib ketadi, 14-15 million so'mga. Keyin 24 mana Gentramiz bor. Kraskasi toza, 10 ming yurgan tayyor mashina. Mashinamiz narxi 145 million so'm pul qilib beramiz. Kraskasi toza. Keyingi mashinamiz manaki 2020-yil mana avtomat korobka Gentramiz bor. Kraskasi toza, metan, hamma narsa chiqilib olib qilingan. Narxini 140 million so'm pul qilib beramiz. Bosh to'lovi где-то 15-16 million so'm pullaysiz bo'lsa, shu mashinani ham chiqarib beramiz. Damaslarimiz bilan oformleniya qilasiz, faqat minib ketasiz. 2021-yil mashinamiz. Keyingi mashinamiz mana Cobaltlarimiz bor. Mana 2020-yil ikkalasi ham tan narxi 120 million so'mdan. Через bank qilsangiz 20 million so'mdan bosh to'lovi minib ketasizlar. Keyingi mashinamiz mana 2019-yil Gentramiz mexanik korobka. Mashinamizning narxiga kelsak, narxini 115 million so'm pul qilib beramiz. Tayyor mashina, metan, hamma narsasi bor. 115 million so'm. 20 million so'm pullar desa, через bank qilib minib ketasizlar. Xohlagan mashinalaringiz bor. Manzilim Surxondaryo viloyati, Angor tumani, Jarqo'rg'on Perkuska. Xohlagan viloyatga chiqarib beramiz. Pastorlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqarasizlar.